Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Bemorimiz keldilar. Shikoyatlari pastki jog' chap tomonda uyushish hissi, yengil og'riq, yoqimsiz diskomfort hissiyoti borligiga. Tekshirilganda hech qanday o'zgarish ko'rinmadi, 2D rentgenda hech narsa sezmadik. Taklif qildik, o'zimizda faoliyatda bo'lib turgan 3D rentgen sumkasida tekshirib ko'rishdi. Tekshirilganda ikkita joydan jarohat. Birinchi jarohatimiz bu yerda. Pastki jog' chap tomonlama bo'g'im o'sig'ida. Yaqinlashtirilgan, kattalashtirilgan tasvirda sizda aniq ko'rinadi. Ikkinchi jarohatimiz bularda ana bu yerlarda. Pastki jog' o'ng tomon 3 va 4 tishlar oralig'idan shunday ko'rinishdagi jog' sinish jarohati ko'rindi. Futbolda foydasi. Futbolda orttirilgan yengil jarohat. Keyingi 20 kun ichida bu do'stimizga sabr tilaymiz. Yuqorgi pastki jog'larga tegirish taqilib shiynalandi. Davo rejasi tuzildi va boshlandi. Ehtiyot bo'linglar. Hushyor bo'lib futbol o'ynanglar. Sport jarohatlari, avto jarohatlar, turmush jarohatlarida turli xil ana shunday travmalar bo'lib turishi mumkin. Buni tekshirish imkoniyati bizda hozirda mavjud.